bersang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarini, ko'rsatib shogirdlik vafolarini. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida.
yoshlar, nima bugun bizlarning so'nggi tadbirimiz sizlar bilan Xayrixonchi ustozning tadbirini tayyorlab turibmiz. Shuncha yil birga bo'ldik, hammamiz o'z farzandimga yaxshi ko'raman. Kelajakda o'qishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Tadbirni birgalikda Xudo xohlasa chiroyli qilib o'tkazamiz. Dinimiz bir osmon, o'ynar edik shodumon. Esingizdan hamon, aziz sinfdoshlarim, salom sinfdosh qizlar, husni oy go'zalizlar. Xalqam Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq usayrni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab, beruniylar bosgan izlarni bosib. Kun bayrog'im ko'proqday mahkam tutib, yuksaklarga qadar uchgan yoshlarmiz. Boraturmiz, kurmaymiz vaqtni kutib, har jabhada zafar quchgan yoshlarmiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston
4-B sinf o'quvchilari ustoz yaxshida qo'shiqi raqsi. Ustoz qadami ulug', ustozning har kalomi ilmu hikmatga to'lug'.
Ustoz makoni yoki yurtini chiqar albatta. Ustoz tashlagan urug', ustoz qadami ulug', ustoz otangday ulug', ustoz o'xshar olamning quyoshiga, oyiga, bilim nuri yog'lar qadam qo'ygan joyiga. Ustoz qadami ulug', ustoz otangday ulug'. Siz onasiz, sharafda yagonasiz, mehrda zo'r daryosiz, qalbi cheksiz dunyosiz. Onajon ustozlar, jonajon ustozlar, mehribon ustozlar, sizlarga ta'zim. Ko'zlaringiz mehrli, so'zlaringiz sehrli, ulug' yo'llarga boshlaysiz, barqarorlik tilaysiz. Onajon ustozlar, jonajon ustozlar, mehribon ustozlar, sizlarga ta'zim. Mutafakkirdan dilga yo'l ochgan, qalblarga beminnat mehrini sochgan, go'yo quyosh tafti yuzida ko'chgan, siz sabab har mahal baland parvozim, baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. Shogirdlar kamolin o'ylab tunu kun, halovat bilmasdan bag'rin etib kun, kelajak avlodning taqdiri uchun jonin ayamagan bo'lganda lozim. Baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. Mening yaqin o'rtog'im, hech tikamas qulog'im, kelajakim oftobim, o'zingdirsan kitobim. Bilimning konisan, hammaga sultonsan, mening yo'lda ustozim, mas'uliga kon kitobim.
Ustozimiz aziz muallim. Ustoz otangday ulug'. Ustoz qadam qutlug'. Ustoz qadami qutlug'. Ustoz otangday ulug'. Ustoz qadami qutlug'. Ustoz otangday ulug'. Ustoz qadami qutlug'. Rahmat. Umur bosh qo'ydi menga ustozning poyi. Umur bosh qo'ydi menga ustozning poyi. Ustoz o'xshar olamning chiroyiga oyi. Umur bosh qo'ydi menga ustozning oyi. Ustoz o'xshar olamning quyoshga oyi. Bulut nuri yog'lar qadam bosgan joyida. Yo'llar adolat topar qalbat saroyida. Ustoz qadami qutlug'. Ustoz otangday Kamera qarab tursin. Ota-ona farzandi keltirdi dunyoga, ustoz esa so'ndirdi eng hikmat ziyoga. Yerdagi bolalar ko'tarildi samoga, ota-ona fanosin aylantirdi bakoga. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangday ulug'. So'z ko'rmaganlarning yaralashtir odati, ezgu bo'lsin har kimning so'zi shoir niyati. Kam ye, kam de, kam uxla, ustozlar nasihati, necha buyukdir ustoz kalomining qudrati. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangday ulug'. Najot gulin o'stirar Allohning gulbog'ida, haq olunur berilmas behudiy sabog'ida. Oqilxonning siymosi alifbo varog'ida, ustozlar idin yoda qasidam adog'ida. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangday ulug'.
Bilimsirin örgetken tınmay, çarçokmaligin sizmay, hizmetlaringizni asla unutmay, sizlerni erdoklayma ustozlarim, onamdek mehr berdingiz, xuddi farzanddek ko'rdingiz, nodonlarni ham inson bildingiz, sizlerni erdoklayma ustozlarim, onamga teng mehringiz, izloslanar nomingiz, shogirdlar kuylagay madhiyangiz, qalbingiz sizlerni erdoklayma ustozlarim. Olib qalam qog'ozni o'rgatib bilim so'zni dunyoni tanitdingiz mehribonim ustozim qayda bo'lardim shoir ilmi bir sizga doir to'g'ri ba'zida shoir turardingiz ustozim chalinmasin so'nggi qo'ng'iroq otda tilar sho'xlik tilar chalinmagan so'nggi qo'ng'iroq nahot boshqa yo'limiz xomush tortib yig'ladim ketar chog'i otda ko'zimiz chalinmagan so'nggi qo'ng'iroq
Aziz sınıfdoşlarım, her gün yolunuz tutup, saçlarınızdan tortup, yüren gaplar atıp, aziz sınıfdoşlarım, köyümün kucağıdan keng, biri yoka, biri yeng, yakınım siz meni eng, aziz sınıfdoşlarım. G'niymatimiz o'ylaylik, bir-birimiz yo'qlaylik. Oqibatli bo'laylik, aziz sinfdoshlarim.
o'zi o'zgacha, xohlar edim tursa dunyo turguncha. Qani endi men ham sizga o'xshasam ustoz, sizda bor ilm ham odob iflat, sayqalib to'ladi ziyo ma'rifat, ezgulik go'zallik betakror sifat. Qani endi men ham sizga o'xshasam ustoz. Ustozga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Endigi navbat yangi zamon endigi navbat bitirish uchun so'z sabr ustozga. Assalomu alaykum aziz hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum qizlarimiz, o'g'illar, yoshlarimiz ta'limini o'tkazuvchi farzandlarimiz. Mana bugun sizlarning farzandlaringizni eng bir quvonchli kuningiz. Bugun mana boshlang'ich ta'limni tugatib, yuqoriga o'tyaptilar. Mana shu kelgusidagi o'qish va ishlarida bu o'g'il qizlarimizni barchasini omadlar tilayman. Qizlar maktablarini bilsinlar. Shu davraga yetib kelguncha qancha mashaqqatlar, qancha yo'llarni bosib o'tdi o'quvchilarimiz. Ularni ana shunday biror gapirishlaridan, chiroyli qizlarni shu kunlarni namoyish qilishlaridan mana shu davramizda mana ustozlarimiz xizmatlari katta. 4-chi sinfni ilk bolalarga qalam o'tkazgan hurmatli Nurxo'ja ustozimiz davramizga kelib uzoq o'tiramiz va sog' salomat bo'lib shu shogirdlaringiz bilan har doim faxrlanib ko'rganimizda farzandlarimiz sizni tabriklaymiz. Sog'lik tilaymiz. İşlerimiz davom ettirgan o'quvchilarimiz, muhakkam ustozimiz, ijodkorlarimiz har doim o'z ustida ishlab, mana shu o'quvchilarimizdan talabchanlik bilan nasibadigan ustozlarimizdan pedagogik faoliyatimizda omadlar tilayman. Shu kanallarimiz parvozlari o'quvchilarimizni baland qilsin. Qolaversa mana 4-chi sinfga sinfdan ta'lim tarbiya bergan mana hurmatli Farida ustozimiz Saidova mana shu o'quvchilar bugun mana davramizda o'zlaringiz kuzatgansizlardi. Qolaversa tanlovlardan yaxshi o'rinlarni olib kelyaptilar. Bunchalardan sog'lik amoyat ulkan zafarlar tilayman. Yanada ko'plab sinflarni chiqarishni Alloh nasib qilsin. Hamisha shu shogirdlaringiz qo'shqanotlarimiz bo'lib, yuzlaringizni yorug' qilib yursin deyman. Ayniqsa shu boshlang'ich ta'limni o'tkazgan o'quvchilarimiz yuqorisini o'qiganda mana shu ustozlarning mehnati ko'rinib qoladi. Qaysi ustoz yaxshi ishlagan bo'lsa, o'quvchilarga yaxshi ta'lim tarbiya olgan bo'lsa, albatta yuqorida uni baho beradilar. Yuqori sinflarda. Shuning uchun ota-onalar sizlarga endi faqat bolamiz katta qoldi. Bularga e'tiborni pasaytirmasdan yuqori sinflarga o'tganda ayniqsa birinchi chorakda kuzatib, darslaridan kelib, ustozlari bilan, sinf rahbarlari bilan tanishib, har doim ularni qo'llab-quvvatlasangiz, bular sizlarning o'zlaringizni ularga bo'lsin. Sizlar borsizda shu o'quvchilarning kerakli ishining usti bo'lib, eng yaxshi bilimlarni oladi. Albatta birinchi navbatda oila muhim o'rin tutadi. Shuning uchun hammangizni shunday farzandim bor, mana shularning orqasida biz eng ko'p o'rinlar degan ota-onalarga minnatdorchilik bildiramiz. O'quvchilarimiz sizlarning maktablarga topshirib, ustozlarga maktablarga topshirib, hammangiz o'qishlari kelgan ustozlar bilan ota-onalar baland parvozlar qilasiz. Endi navbatni bitirish uchun navbatni birinchi ustozimizni Xo'ja ustozga beramiz. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, hurmatli ustozlar, aziz o'quvchi farzandlarim. Barcha o'quvchilarimni mana bu 4-chi sinfni tugatib, yuqori o'qiyotganliklaridan tabriklayman. Ularga sog'lik, salomatlik tilayman. Ota-onasini baxtini hamisha sog' bo'lib o'sishlarini tilayman. Ota-onalarimizga bo'lsa kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik hamma ota-onalarimizga farzandlarini e'tiborli bo'lishlarini, bergan tarbiyalari uchun ularga rahmat aytaman.
okuçlarım, şimdi sizler yukarı sınıfa kadar koyatır ekensiler. Hemmeniz yukarı sınıfa ötkenden keyin ustalara rahmet alıp geladigan farzand bolinglar. Sizlarni vatanimiz tuttu. Sizlar vatanning yetakchisizlar. Kichkina vaqtimizda bir she'r o'rgangan edik sizlar bilan. Yodingizda bor ekan. Vatan deganim bu yurak deganim. Aytamiz. Vatan deganim bu yurak deganim. Yurakka aqadim yurak deganim. Vatan deganim bu yurak deganim. Yurak deganim. Aslida vatan bu tug'ilgan joyi. Birinchi bizning nonamiz. Salimdan chiqdi. Demak, sizlarni vatanimiz nima qilgan ekan? Hammamizni shuning uchun vatanga kerakli inson bo'lib yetishlaringizni tilakdoshman. Bir-biringizga kerakli inson bo'linglar. Ota-onangizdan, do'stlaringizdan, ustozlaringizdan kerakli inson bo'lishlaringizni istab qolaman. Sizlar kimlarsizlar? Kimlarsizlar? Ustozlarsizlar, shifokorlarsizlar, uchuvchi harbiylarsizlar. Hammangizga shu orzularingizga yetishingizga tilakdoshman. Hammangizga sog'lik salomatlik tilayman. Omad tilayman. A'lo o'qib, vatan uchun, yurt uchun inson, kerakli inson bo'lib yetishlaringizga tilakdoshman. Hammangizga katta rahmat va salomlar tilayman.
Thank
yoldaşlar bilan bunlara hep rahmetini aytaman. Bu adda kelajakda katta rahmat. Nursuljon ustozim darasi. Nursuljon boshqa. Keyin buni ikinchi klassda o'qitdi. Bu vaqtda yana o'quvchilarimiz, nabiralarimizdan saktor midra yosh bo'ladi. Shuning qo'lidan ishni olishni o'rgatganimiz bu bitiruvchilar ham katta rahmat aytaman. Xudoy bizga keldi. Muvaffaqiyatga yaxshi o'qishlarga kirib, hammasi yaxshi yerlarga ustozim baxtli hayot kechirsin. Bu vaqtda ustozimga yana bir rahmat aytaman. Hani yana ikkita nabiramni uçurmayla korkmazlara çıkartan ustozimiz rahmat size. Bir var, Alibek degan nabiralarimni yaxshi o'qitdi, yaxshi ilm berib, ilmlarga yaxshi tarbiyaladi. Hozirlar sen olimpiadalarda qatnashib, Xorazmiy izdoshlari degan olimpiadada qatnashib Alibek bolam nabiram oblast bo'yicha 4-chi o'rinni oldi. Buning uchun ham bundan katta rahmat size. Bir var, nabiram ingliz tili bo'yicha yaxshi o'rinlarni oldi. Uchinamizda katta rahmat size. Mehnatlaringizni natijasi bor. Endi bu yosh o'quvchilarni hammasini Saidbek olaman. Xudo shunday yaxshi o'qishlarni Saidbek ham yaxshi o'qiydi. Hamma o'quvchilarimiz yaxshi o'qishlarga kirib, olimpiadalarda yaxshi o'qishni olib kelganlar. Hammangizga rahmat. Endi navbatda Oyimjon anaga beramiz. Marhamat. Yaxshi natijalarga erishtirdilar. Ham bu ishlaringizdan boshlayman. Sog'lik bo'lsin, duolar ila salomlar. Nima bo'lsin deyingiz. Shu va ustozim tadbirlaringiz muborak bo'lsin. Endi navbatni Zulhumor anaga beramiz. Marhamat.
sizlarga rahmat. Xudoyim Alloh bundan sizlari uzoq yosh tilayman, keng davlat tilayman. Kelgusida shu bolajonlarimiz katta bilim yurtlaridan kirishini tilakdoshman. Katta evlar yo'llariga kirib, katta o'yinchoqlar uchun shularning orqasidan biz ota-onalar ham so'nib yurganmiz. Ustozimiz ham faxrlanib yurganlar, hammangiz ustozlar, ota-onalar quvonib, nima berdi. Shu do'rlik suhbatida so'nib yurganmiz. Bundan keyin ham shu bolalarni o'qitib tarbiya bergaysiz. Hoji bo'lib yurgaysiz. Rahmat. Sog'-salomat. Keyingi navbatni Muyassar onajonga beramiz. Bizden bir kichkinagina xizmatlarimiz qo'shildi deb o'ylayman. Esa Muzaffarning agar borib kutasalar. Farhod va Sabrina ham Ulug'bekni 5 nafar Sabrina tizimi o'qishlarni olib bergan tarbiyasiga rahmat. Keyingi Farhod va Sabrina ham tizimiz bor, ism familiyasi bir. Rajabboy va Saboqxon. Harakat va Shahzoda. Harakat va Bittimi? Ana bu qon bor. Shahzodani opasini. Azborat bamlar. Jumanazar Oybek. Men da ekan. Yozlar tuxalar. Qarada. Nurmatov Xurshidbek. Xurshidbek. Berib qo'yasan. Abdunazar Suhrobbek. Ergashboyev Usmonxon. Ismoilova Muisaxon. Ismoilova boshqa qolgan barcha ota-onalarga hammasiga katta rahmat. Sağ salomat bo'linglar. O'quvchilarimiz, azizlarni, farzandlaringiz
Bilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida,
ustoz yaxshilar avaylab tuzatar xatoni tanitar senga keng dunyoni oftobdek issiqdir ruxsori ustoz yaxshida yaxshida ustoz yaxshida onadek azizdir otadek aziz tanib bo'larmidi dunyoni usiz har qancha tursak ham xizmatida biz ustoz yaxshida ustoz yaxshida ilmi jo'sh uradi qalbida yashaydi qadrini kaftida ustoz yaxshida olaylik mo'tabar duolarini ko'rsatib shogirdlik vafolarini bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni ustoz yaxshida azizdir otadek aziz tanib bo'larmidi dunyoni usiz har qancha tursak ham xizmatida biz ustoz yaxshida ustoz yaxshida otadek aziz tanib bo'larmidi dunyoni usiz har qancha tursak ham xizmatida biz ustoz yaxshida ustoz yaxshida onadek azizdir otadek aziz tanib bo'larmidi dunyoni usiz har qancha tursak ham xizmatida biz ustoz yaxshida ustoz yaxshida yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay har yurakda shiddat bo'lgay shaxt bo'lgay yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay har yurakda shiddat bo'lgay shaxt bo'lgay yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz bunda jamdir barchinoy alpomishlar ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari bolalikdan asov otni egarlab doim zafar quchgan Temur bobomiz 12 yoshida taxtni egallab yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim bizning Navoiy bobo
ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari. Rahomen mana shu 4-sinf o'quvchilarimiz bitkazayotgan ekan. Xayrli barakatli bo'lsin. Ertaň shu to'n klasslari o'tganda faqat 5 baqalara o'qib, ustozining yuzini yorib qilib, 9-11-sinflarni bitkazganda ham oltin medallar bitirib, shu 19-son o'rta maktabni avroyini bundan-da ko'tarish nasib ro'za aylasin. Ularning baxtiga ota-onalari sog' salomat bo'lsinlar. Barakat topsinlar. Hech qachon o'qishdan to'xtamasınlar. Amin. Allohu akbar.